Uchqunaga Chilonzor Targoviy sentri ko'chasi. Mana shu binoyimiz ichida xonalari ko'p. Shunday bitta 40 kvadratli hozir bo'shabdi, ijaraga, reklamaga kelganman. Xo'p, orientir mana Chilonzor prokuraturaning to'g'risida joylashgan. Atroflari yaxshi, g'ovjum joy. Hozir ichlarini ham bir to'liq tushuntirib beraman. Mana o'zini mana bunaqa stoyankalari ham bor ekan. Sizlarga hozir 40 kvadratligini ko'rsataman. Mana o'zi qo'shilib etadi. Advokatura, kosmetologiya, yana buxgalteriya. Mana xullas 40 kvadrat joy. Mana shunaqa joydan hozir ikkita bor ekan. Keyin bu yerda yana 20 kvadratliklari bor ekan. Sal kattaroqlar. Ular mana shu 1-2 kunda bo'shar ekan, qo'yilar ekan. Xullas joyi, lokatsiyasi kimga qiziq bo'lsa, pastga nomer qo'yib beraman. O'sha odamga aloqaga chiqinglar. Sizlarga yana to'liq ma'lumotlarni beradi. Narxiga kelamiz. Bu yerda 1 kvadratini 170 mingdan so'rashyapti. Shunda 40 kvadratni 170 ko'paytirsa barobar necha bo'ladi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar, narxi chiqib keladi shunda. Bitta 40 kvadratli xonani. Tamom.